9-mayga o'quvchilarga Katyushani yodlatgan o'qituvchi ishdan bo'shatilgani aytilmoqda. Toshkentda urush haqidagi ruscha qo'shiqlarni maktab bolalariga yodlatgani uchun o'qituvchi ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunga poytaxt maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi munosabat bildirdi. Chilonzordagi maktablardan birida boshlang'ich sinf o'qituvchisi 8-may kuni dars vaqtida xotira va qadrlash kunini nishonlamoqchi bo'lgan. Buni u maktab rahbariyatini ogohlantirmasdan matematika darsi o'rniga qilmoqchi bo'lgan. Maktab ma'muriyati bundan xabar topib, uni dars vaqtida bunday tadbirlarni o'tkazish mumkin emas. Agar o'zbilarmonlik qilsa, ishdan ketishini aytib ogohlantirgan. Holatga deputat Alisher Qodirov bog'cha va maktablarda bolalarning ong ostiga o'zligimiz xo'rlangan sovet davriga sog'inch, ajdodlarimizni qirg'in qilgan imperialistik ramzlarga muhabbatni singdirilishi milliy tahdid sifatida baholanishi zarurligini qayd etdi va maktabgacha va maktab ta'limi vazirligidan bu masalada izoh so'radi. Tashqi ishlar vazirligiga rus сотрудничество faoliyatini tahlil qilish haqida so'rov yubormoqchimiz. Non berib qo'lidan ayrilgan xalqmiz. Yaxshi niyatimiz suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Qodirov.